to'g'risini aytaman, Turkiyani juda ham yaxshi ko'raman. Turkiyaga yetadigan davlat yo'q. Men shu mana shuni aytmasam bo'lmaydi to'g'risi. Nimaga? Masalan, mana yonimizda hozir Bosfor bor. Bu go'zallik Yevropada ham yo'q, Angliyada ham yo'q, boshqa joyda ham yo'q. To'g'risini aytaman, shuncha davlatda bo'lgan bo'lsa, 2025-yilda o'zbekistonliklarning eng ko'p sayohatga chiqqan yo'nalishlari Turkiya bo'ldi. Yil davomida bu mamlakatga keluvchilar soni 250 mingdan oshgan. Bu esa o'tgan yilgiga nisbatan qariyb 17% ga ko'p demakdir. Turkiya o'zbekistonliklarni nimasi bilan o'ziga tortmoqda? Turkiya kelganda birinchidan madaniyati bizga yaqin. Taomlari qaysi ma'noda Yevropa bilan Osiyoning o'rtasida joylashgan, ya'ni taomlari ham. Tili ham juda ham yaqin, gaplashib ketishsa bo'ladi. Bu plyuslari endi. Qiynalmaydi inson. Keyin kelib ketish xarajati ham, misol uchun, akan u yoq tomonidagi mamlakatlarga nisbatan arzon va oson. Endi minusiga keladigan bo'lsak, afsuski Turkiyada inflyatsiya hozir o'ta yuqori bo'lib ketdi. Hozir har kelganda narx-navolarni ko'ryapman, hattoki dollarga nisbatan ham shu sal minus bo'lib qolyapti. Qolgan narsasi faqatgina ijobiy menda. Tejamkor sayohat qilish uchun qanday yo'l tutasiz, deylik Turkiyada? Turkiya masalasida men to'g'risini aytaman, umuman turk filmlaridan foydalanmayman. Shaxsan men, chunki men Turkiya haqida ma'lumotim ancha ko'p. Xo'p, bu yerda nima qilinadi? Bilet olinadi, bu birinchisi. Biletni bunday qaraysiz, sanani o'ziga to'g'rilaysizlar, olinadi shu. Mehmonxona masalasida ko'p bizani o'zbeklar o'sha yeni kapi, o'sha lali deydi, yeni kapi deydi, kun kapi deydi, bitta nom. O'sha yerga kelishadi. To'g'risini aytaman, men uncha tarafdor emasman. Sababi birinchidan sal kriminalroq rayon, keyin atmosfera unaqa yaxshi emas. Ochiq gap aytaman, bu mening shaxsiy fikrim. Men ko'pincha nima qilaman? Harakat qilaman Uskudar tomonidan mehmonxonaga olish. Endi to'g'ri mehmonxona olishingiz mumkin, kuniga $1000 ham olishingiz mumkin, kuniga $30 ham olishingiz mumkin. Ya'ni eng zo'ri Booking.comga kiriladi. O'sha kartasi qaraladi, o'sha sanasi qaraladi, vaqti qaraladi. O'zingizga yoqqan mehmonxona olasiz. Masalan, men hozirgi kelgan mehmonxona Booking.comdan olganman. 3 ta bola o'sha uyda uy emas, mehmonxona sifatida turimiz, unaqa qimmat emas, unaqa katta pul ham aylanmayapti. Bemalol Booking.comdan foydalansa bo'ladi. Istanbuldagi narxlar haqida nima deysiz? Xo'p, birinchi marta 2021-yil fevral oyining oxirida kelganman. Kelganimda to'g'risi narx-navoni ko'rib og'zim ochib qolganman. Juda ham arzon edi. Ko'rib haligi narx-navoni ko'rib shunaqa ham arzon bo'ladimi derdim-da, o'zim yashaganman shu yerda. $50 maydalardim, bir haftalik bozor qilib kelardim, oilaviy, bemalol yetardi. Lekin hozir afsuski kosmos. Bunaqa narx yo'q. O'zbekistonliklarda sayohat qilish madaniyati shakllandi. Bu qanchalik sezilarli? Sezilish juda yaxshi tomonga, chunki oldin ko'pchilik sayohatga chiqish qiyin masala deb o'ylardi. Unga juda katta pul ketadi deb o'ylardi, lekin tushunib yetishyapti, hattoki arzon yo'li bilan sayohat qilish imkoniyati bor. Ko'pchilik mendan so'raydi, qanaqa borsam bo'ladi deb, shu yo'l-yo'rini aytaman, hattoki Instagramda shu haqida ma'lumot berib boraman. Ya'ni yaxshi tomonga o'zgarish bor. O'zingiz nechta davlatda bo'lgansiz? Umumiy hisobda 18 ta davlatda bo'lganman. Ba'zi birlarida bir necha marta bo'lganman. Sizga eng yoqadigan mamlakat qaysi? O'zbekistonliklar qaysi davlatda rohat qilib aylanishlari mumkin? Menga eng yaxshi ko'rgan ikkita mamlakatim bor. Xo'p, birinchisi Malayziya men uchun, lekin hujjat masalalari qiyin. Ya'ni tirikchilik hujjat masalasi qiyin. Agar yo'lga qo'ya olsa Malayziya men uchun. Lekin ba'zi bir odamni yoqtirmaydi. Keyingisi Istanbul bo'ladi men uchun. Chunki Istanbul ham bizning madaniyatimizga yaqin, keyin keldi-ketdi tanish bilishlar juda ham ko'p. Ya'ni uchrashish ehtimoli nihoyatda yuqori. Turkiya ikkinchisi.